Sure Kamer tercümesi 1. ayetten başlap okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Kıyamet yıkıllaştı. Ay yerildi. Quraysh kuffarları birer mucizini kösüla imandan yüz örüp, bu davamlaşqıcı sehridir deyişidi. Ular Peygamber aleyhisselamını inkar kıldı. Nefs xahişlerine ergeçti. Yaxşılıqdan ya yamanlıqdan bolsun, her iş şu işnin əhlini cennetke ya dözəqqa orunlaştırğıcıdır. Ulağa hakikaten Kur'an haberlerden ibret ilindiğen miqdarda nersi keldi. Mükemmel hikmet keldi. Allah ularni şaqi qilganligi uchun ularga agahlandırışlarının paydası bo'lmaydi. Ulardan yüz örgin. O günde çağırgıcı yani İsrafil qiyin ishqa yani hesapga chaqirdi. Yani sur çalıdı. Ular qo'rqinishdan tikilib qariy olmagan holda go'yo terilib ketgan cheketkidek qabrlardan chiqib keladi. Ular chaqirg'uchining oldiga bo'yinlarini so'zg'an holda yuguraydi. Kafirlar bu qiyin kundir deydi. Ulardan burun Nuhning qavmi inkar qildi. Ular bendimizni yani Nuhni inkar qilib majnun dedi. U dinga da'vat qilishdan hayva bilan man'i qilindi. U Rabbinga haqiqatan men bo'zaq qilindim, yordam qilgin deb duo qildi. Osmonning darvozalarini qo'yilib yoqchi yomg'ir bilan ichivetdik. Zimindan buloqlarni etildirib chiqardik. Allah taqdir qilgan ularni g'arq qilib halok qilish ishiga binoan yomg'ir suyi bilan buloq suyi bir-biriga qo'shildi. Nuhni taxta va mixla bilan yasalgan kiyimiga soldik. Kiyime bizning himoyamiz ostida mang'atdi. İnkar qilganlarni yani Nuhni mukofotlash uchun inkar qilinganni yani Nuhni mukofotlash uchun Nuhning qavmini g'arq qildik. Uni yani tufon balasini ibrat qilib qoldirdik. İbrat og'ichi bormi? Mening azobim va ogohlantirishlarim qandoq ekan? Haqiqatan biz Qur'onni tushunib va'z nasihat elish uchun oson qildik. İbrat og'ichi bormi? Ad qavmi payg'ambari Hudni inkar qildi. Mening azobim va ogohlantirishlarim qandoq ekan? Shubhisizki ularni biz shumliqi üzülmeydigan şum künde soğuk boran evetip halak kıldık. Boran kişilerini orunlarından yulup ketetti. Goya ola komuru bitilgen hormu köteklerdek yatattı. Mening azabım ve agahlandırışlarım qandaqken biz hakikaten Kur'an'ni hifzi üçün asan kıldık. İbret ağıcı bormi? Samud agahlandırgıçlarını yani peygamberlerini yalğanğa çıkardı. Ular aytdi. Aramızdaki bizga o'xshash bir odamga ergishemdik. Undaq qilsak, u chaqda biz haqiqatan gumrohlikqa va sarangliqqa mubtalo bo'lamiz. Aramızdan uningga vahiy nozil qilindimi? Hergiz undaq emas. U yolg'onchidir, mutakabbirdir. Ular ate yani ahirette kimning yolg'onchi mutakabbir ekanligini biladi. Biz hakikaten sınaş üçün ulağa tish tögini evetimiz. Ey Salih, ularning nima qilarini kutgin. Ularning aziyatlariga sabr qilgin. Suning ular bilan tögining orasida bo'linganligini qaysisining navbati kelsa shuning hozir bo'ladiganligini ularga uqtirib qo'ygan. Ular birodarini
tögünü öldürüşü çakırdı. O kılıçını elip tögünü boğuzladı. Mening azabım ve agahlandırışlarım qandaq ekan? Şübhisizki biz ularga qattiq bir ovozni avatib halok qilish bilan ularni qo'ton yasag'uchining tashlandiq shax-shumbillardek qilib etdik. Biz haqiqatan Qur'onni tushunib, va'z nasihat ilish uchun oson qildik. Ibrat og'uchi bormi? Lutning qavmi agahlandırışlarga chin bitmedi. Biz haqiqatan ularni tosh yog'dirib halok qildik. Faqat Lutning tavalari buning sirtididir. Ularni ne'matimiz yüzünden saharda qutuldurdik. Şükür qilg'uchini biz mushundaq mukofotlaymiz. Shubhisizki Lut ularni bizning jazolashimizdan ogohlantirdi. Ular ogohlantirishlardan shaklendi. Ular Lut'un mehmonlarini, yani odamzod shaklida kelgan farishtalarni ular bilan livota qilish uchun qo'g'dimaslikni so'radi. Ularning ko'zlarini ko'r qilib etdik. Ularga azobimni va ogohlantirishlarimni tetinglar dedik. Haqiqatan ularga aytganda doimiy, yani oxiratning azobiga ulinib ketadigan azob nozil bo'ldi. Ularga mening azobimni va ogohlantirishlarimni tetinglar deyildi. Biz haqiqatan Qur'onni tushunib, va'z nasihat ilish uchun oson qildik. İbret ağacı var mı? Şek şübhisizki Firavun camiasiga agahlandırışlar keldi. Ular bizning bütün ayetlerimizni yalğanğa çıkardı. Ularni g'olib, qudretli holatda turib halok qildik. Ey Arab camiasi! Ular, yani men halok qilgan o'tganki ummatlardan sizlarning kuffarlaringlar artık mı? Ya ki sizlerge samavi kitaplarda Allah'ın azabıdın kechirim qilinish var mı? Ya ki ula biz Muhammed üstüden g'olib qavmimiz demdi. Müşriklar topi mağlup qilindi. Oqiga qarab qaçıdı. Hergiz undaq emas. Yani ularga berildigan azab bula emas. Bula emas. Qiyomat ularga azob qilinish va'da qilingan vaqtdir. Qiyomat texmi qiyindir, texmi jafoliqdir. Gunohkorlar haqiqatan dunyoda gumrohlikdadir, oxiratda davzaxdadir. Ular davzaxda dum yotqizilib so'riladigan kunda ularga davzaxning azobini tetinglar deyiladi. Biz haqiqatan hamma narsani o'lchamlik yaratdik. Birer şeyini yaratmoqchi bo'lsak, bizning amrimiz faqat bir so'zdir. U ko'zni yumib ochganning orliqida o'rinlanadi. Biz haqiqatan o'tganki ummatlardan kufrida sizlarga o'xshash bo'lganlarni halok qildik. Ibrat og'uchi bormi? Ularning qilgan yaxshi va yomon ishlarining hammasi nom amallarda mavjuddir. Kichik ish, cho'ng ishning hammasi xotirlangandir. Shubhisizki taqvodorlar jannatlarda bo'ladi. Suv, may, hasal, süt o'stanlaridan bahramand bo'ladi. Ular qudratlik Allohning dargohida ko'ngildagidek joyda bo'ladi.